Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun mana ko'pchilikka qiziq bo'lgan, hozir trendda yurgan paratsitlarni obzor qilib beramiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozir hammaga bir obzorni qilib beramiz ochish bilan. Hop. Ichidan komplektatsiyasidan o'zi shunaqa shnurlar chiqadi. Hop, ichidan yana o'zini shunaqa shvabaralar chiqadi tozalash uchun. Hop. O'zini shunaqa turbasi nerjikadan bo'lgan zanglamas metaldan. Hop, yana shunaqa turli xil nasabkalari, cheklarni tozalagani, har xil shu nagarlarni tozalagani, o'sha nattalari. Ko'rsanglar bo'ladi, bemalol paratsitlarimiz o'zi. Hop, bu yangi chiqayotgan tuftalardan emas, bu birinchi chiqqan yaxshi modellaridan. Gradislari ham o'ta kuchli bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, bemalol nastroykalarni. Ishlashlari ham ancha aqlli, zo'r ishlab beradi. 2800 vattli bo'ladi. 105 gradusda parq haydab beradi bu. Hop, simlari ham, kabellari ham, shlankalari ham ancha baquvvat bo'ladi. Shunaqa bemalol bunaqa yaxshi holatlarda ishlasanglar bo'ladi bular. O'zini shunaqa nasabkalari bor, har xil nasabkalari bor. Shunaqa shotkali variantlari bor. Hop. Oddiy part tashlab bergani, har xil kirmoshlarni bunaqa joylarini tozalagani, gazdan tozalagani zo'r narsa. Ishlatish usuli ham oddiy. Shu taqasiz nasabkaga 10 so'm bo'ldi. Qilib boraverasiz. Hop, bu oynalar tozalagani yo boshqa narsalar tozalagani yaxshi va bo'ladilari. O'zi shunaqa misli shotkarilari ham bor, temirlar, qozonlar, chirklarni tozalagani va oynalarni tozalagani, o'zi shunaqa kattalar ham chiqadi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi, shu bilan kiyib olasizlar. Xo'p, kimga shunaqa paratsitlar kerak bo'ladigan bo'lsa, buni ikki xili bor, arzonchisi varianti bor. Qimmat yaxshi sifatli varianti bor, nasabkasi ko'proq varianti. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qila olasizlar. Manzilimiz Abu Sahiy G blok 123 do'kon.